Abdug'ofur baqa bekor keldi. Bir kirib ko'raveraylikchi. Ba'da biza olagan narsa yo'qda. Aka, charchamayapsizmi? Abdug'ofur narigi magazinga borolmadi edi. Kel aka. Hormanglar aka. Aka salom alaykum. Salom kelasizmi? Aka salom alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, charchamasizmi? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar aka? Aka. Qurish mashinalami? Bo'ldi aka. Sizga bormi aka? Spiskamiz bor aka. Bo'ldi. O'tiring aka. O'zi yaxshimisiz aka? Abdug'ofur aka, men aytdi aka, vannalarimiz bor ekan, biz oladigan. Hamma ko'ring aka. Bir aylanib ko'ring, yangiliklar bor ekan. Bo'ldi. O'zi yaxshimisiz Xo'p aka, Xudoga shukr Ahmad aka. Ro'yxat qilishimiz kerak aka. Bo'ldi aka. Nima plastikam Gidro plastik olamiz aka. Xo'p, kanisa ham bormi? Bor aka. Xo'p, kanisa, gidro, plastik, kontur, vero. Konturni olamiz aka. Kontur kattalar bor. Ha, kattalarimiz ham bor. Bo'ldi. Keyin aka nima? Olayotgan narsalarimizdan foiz chiqarasizmi? Skitkami endi? Skitka. O'shima oxirida qilib beramiz biz o'zi. Optim bor, o'zini ishimiz bor. Oxirida Obis sumaga qarab skitka qilib beramiz ekan. Yo'q, siz tushunmadingiz aka. Masalan, biz qancha tovar olsak, o'sha summadan bizga foiz ajratib berishyapti magazin. Sizlarga. O'zimiz Yo'q, magazin. zamon unaqa ish yo'q aka. Unaqa nimaydi? Nima unaqa narsa yo'qmi aka sizlarda? Yo'q, bizlarning birov pulni nimaydi, xiyonat qilmaymiz. Narsaga ekan. Qilasiz yaxshi bo'ladimi aka? Yo'q, bizga to'g'ri kelmaydi aka. Biz unaqa ish qilmaymiz, keyin tavsiya ham qilmaymiz unaqa narsalar aka. Sizlarda unaqa yo'q, unaqa narsa yo'q. Biz sizlarga yo'q. Abdug'ofur aka. Ketdi aka. Bizga to'g'ri keladigan tovarlardan yo'q ekan bittami? Boshqa joyga boramiz endi aka. O'zlar magazinlar bor shekilli, lekin bizda Men aytgan magazinga boraveraylik aka. sog' bilan aka. Mayli akalar, uzr-olmang. Xo'p, sog' bilan. Akalar, yuqorida videoda ko'rdilar. Biz bu videoda real voqealarga asoslanib oldik. O'zimiz magazinda shunaqa voqea bo'lgani uchun biz shu narsani oldik. Bu narsalardan o'zimiz ta'sirlanib turib oldik. Jamiyatimizda bunaqa ishlar ko'payib ketyapti. Biz imminda misol bu magazincha yoki bu usta deb olmoqchi emasmiz bu videoda. Lekin shunaqa ustalar, magazinchilar borligini qolgan hamma bilib qo'yishligi uchun biz olyapmiz. Hushyor bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Imkon boricha ishonchli va uzoq yillardan beri ishlaydigan magazinlardan savdo qilsalaring, xijolatchilik bo'lmaydi. Xudo xolasa, biz magazinlarimizga kelsalaring ham umuman bunaqa ishlar bo'lmaydi. Musofirda yurgan akalarimizga ham bemalol o'zimiz magazinlarimizni, filiallarimizni tavsiya qilamiz. Umuman bizning jamoamizda, biz magazinlarimizda bunaqa harom ishlarga yo'l qo'yilmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.